go'zallik va bahor bayrami, dehqonchilik bayrami, tinchlik va osoyishtalik bayrami. Bir oy davomida mamlakatimizning turli burchaklarida Navro'z bayrami nishonlandi. Mana u bayram shukuhi aprel oyi, ya'ni sarf oyi oxiriga yetishiga qaramasdan hanuz davom etmoqda. Bayramga butun mamlakatimizdan mehmonlar tashrif buyurgan. O'zbekiston Respublikasi Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida juda katta bayram namoyishlari, bayram sayllari bo'lib o'tyapti. Sayl ayniqsa xorijiy mehmonlarni nihoyatda hayratga solgan. O'zbekning millatni birlashtiruvchi bu go'zal bayrami hamisha bor bo'lsin. Talabalar bayramga alohida tayyorgarlik bilan kelgan. Mana bu yerda buyuk Temur bobomiz O'zbekning bosh bo'g'ini deb mana turkona bir chodir. Mana bu yerda aziz ustozlar bayramga shaylanib turibdilar. Talabalarimiz ham bayramga shaylanmoqda. Mana Navro'z bayrami haqida yana reportaj olyapman. Buyuk Temur bobomizning yonida mana kelgan mehmonlarimiz hammalari jam bo'lishgan. Qochinglar, kamera oldidan. Assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Navro'zda uchrashish qanday katta baxt. Keyingi marhalada minordama. O'z yaxshimisiz? Rahmat. Ozgina qaddimdan chiqib, ro'zini yechib olayam. Zo'r. Xuddi shunaqa debda. 1 2 3. Rahmat, marhamat. Kızlar. Merhaba. Nasıl gidiyorlar abla? Hadi bakalım, yürü bakalım, deme bakalım. Assalomu alaykum. Ustozim, salomatmisiz? Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Bayramni qanday nishonladingiz bu yil? Bugün en xursandchilik kuni bo'layapti. Rahmat. Navro'z bu endi bizning yilboshimiz. Rahmat. Mana shu yil qanday boshlab olsak, shunday chiroyli o'tadi. Sizga ham shunday bo'lsin. Rahmat ustoz. Rahmat ustoz. Ustoz, bu Assalomu alaykum. bayram munosabati bilan suratlar qanday tushib bo'lyapti? Nimalarni suratga oldingiz? Asosan bayram tantanalarini, odamlarning kayfiyatini, chunki fotografiyada insonning kayfiyatini bir soniya ichida yo bir ko'zimizni ochib yopguncha ilg'ab qolish kerak. Bu ayni shu onlarni men va men shogirdlarim bilan olmoqdaman. Rahmat ustoz, sizga ham. Sizni ham shu qatorda olmasam bo'lmaydi. Nima menga kulib turasiz? Rahmat. Men reportaj olyapman. Meni reportaj olayotganim ham do'stlar suratga olishyapti. Mana bir oy davomida hozirgina aytdik, Navro'z nihoyatda katta tantanalar bilan mamlakatimizda nishonlandi. Mana aziz mehmonlarimiz, ota-onalar, ustozlar bu yerga yig'ilgan. Navro'zingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Men bundan 36 yil burun Navro'z ko'rsatuvini olib borganman-da. Bugun juda bir hayajon bilan yana olib boryapman. Qanday o'tyapti bu yilgi Navro'z? Yaxshi, zo'r. Rahmat. Navro'zingiz muborak bo'lsin. Ikki og'iz Navro'z gapi universitetdan mehmonga, Milliy universitetdanmi? Zo'r. Xush kelibsizlar. Qani biznikilar? Talabalarimiz. Talabalarimiz. Men hali ikki tomonda bitta. Salomat. Rahmat. Bu yerda ortiqcha gapga hojat ham yo'q. Odamlarning xursandchiligi, Navro'z tantanalari, sayllari, bir-birlarini xushlashlari qanchalar go'zal, qanchalar ajoyib. Yoqimli ishtaqa Navro'zinglar muborak bo'lsin. Rahmat. Mana bu yerda Navro'z taomlari, Navro'z
qilamiz. Tomosha qilamiz. Mana bu yerda Navro'z sovg'alari tarqatilyapti mana. Navro'z sovg'alari. Muborak bo'lsin, bayramlar muborak bo'lsin. Mana voy, nihoyatda go'zal. 冬天已到尽头，正是好的伤心。 E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda koreys xalq qo'shig'i kuylashyapti. Demak, turli millatlar, turli elatlar bugungi Navro'zimizga tashrif buyurgan. Assalomu alaykum ustoz. Bugungi bayramimizga turli millat vakillari ishtirok etayotgan ekan. Eng avvalo Navro'zingiz muborak bo'lsin. Ikki og'iz shu bu yilgi Navro'z qanday o'tdi mamlakat? Mana ko'rib turganingizdek ajoyib o'tmoqda. Bu yilgi kelishini qarang. Butun haligi hamma sohalarda erishayotgan muvaffaqiyatlariga qarang. Hammasi odamni ko'nglini yayratuvchi bu yil Navro'z kirib kelyapti. Kirib keldi. Navro'zimiz muborak bo'lsin. Buyuk Navro'z abadiy bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum. Navro'zlar muborak bo'lsin. Navro'zlar muborak bo'lsin. Bunday bayramlarda qatnashish, ishtirok etishni orzu qilmagan qanchadan qancha odamlar bo'lishi mumkin. Ko'rmagan demoqchiman. Umuman buni bir ko'rgan odam albatta orzu qiladi. Biz ham Navro'z orzusi bilan keldik. Qarang, bu yerda insonning go'zalligi, insonning saxovati bilan birgalikda mana bu yer tabiat saxovati ham aks etib turibdi. Hozir mana bu yerdan o'tamiz. Sekin astalik bilan arilar chaqmasa, mana bu yerda arilar